Mana shu o'zi yurgan bolalarni ko'rasizlar 5-10 yilda qanaqa dahshat bo'lib ketishini. Ana klublarga bormasdan, jim o'zi trenirovkasini qilib, jim o'zi o'qib, ishlab, patixonku chetda yuribdi, chetda hech kimga xalaqit bermasdan, hammadan e'tibor kutmasdan, pont yoqmasdan Instagramda o'zi o'qiyapti, o'zi rivojlanyapti. Ko'pchilik o'ylaydi, "Ha, bu dabdalasi chiqib ketdi" deb. Yo'q. Sabr qilib turing. Odamlar tez rezultat ko'rishga o'rganib qolgan. Sirazi rivojlanib kelsa, unaqa insonlar otasini puliga yuribdi, unaqa insonlar nimadir neto'da, unaqa insonlarda, ana tez rivojlangan insonlarda. Lekin mana o'zi yurganlarni siz kuzatib turing. 5-10 yil vaqt bering, mayli 5-10 yil emas, 3 yil vaqt bering, siz ko'rasiz. Офигеть deysiz, jinda bo'lib qolasiz. Shunaqa yorib chiqadi, yorib chiqqanda ham nerealniy bo'lib chiqadi. Нереальный.